Boyovut tumanida buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi munosabati bilan madaniy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbirda tuman hokimi, davlat va jamoat tashkilotlari mas'ullari, ziyolilar, keng jamoatchilik hamda yoshlar vakillari ishtirok etdi. Ma'naviyat va ma'rifat ruhida o'tgan adabiy kechada buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning serqirra ijodi, uning o'zbek mumtoz adabiyoti va jahon adabiyoti taraqqiyotiga qo'shgan beqiyos hissasi, insonparvarlik va adolat g'oyalari atroflicha yoritildi. Tadbir davomida Navoiy asarlarida mujassam bo'lgan ezgulik, vatanparvarlik va komil inson g'oyalari bugungi yosh avlod tarbiyasidagi o'rni alohida ta'kidlandi. Navoiy hazratlari nafaqat o'zbek adabiyotining asoschisi, balki butun turkiy dunyo ma'naviyatining ustunidir. U zotning asarlari orqali insoniylik, adolat, mehr-oqibat kabi oliy qadriyatlar targ'ib qilingan. Navoiy merosi kecha uchun tarix, bugun uchun saboq, kelajak uchun esa mustahkam poydevordir. Shuningdek, adabiy kecha doirasida badiiy jamoalar hamda yoshlar tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari, buyuk shoirning g'azallaridan namunalar, mumtoz va zamonaviy ohangda ijro etilgan qo'shiqlar tadbirga alohida fayz va ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Mazkur madaniy ma'rifiy kecha Alisher Navoiy merosini chuqur o'rganish, uni keng targ'ib etish hamda yoshlar qalbida milliy adabiyotimizga bo'lgan hurmat va ehtiromni yanada mustahkamlashga xizmat qildi.